bilan tabriklaymiz. Taassurotlar, endi gapiring. Abbos, gapir eshitaylik. Hammani tabriklayman Jahon chempionati chiqqanimiz bilan. Bu Qanday o'yin, qanday o'tdi? O'yin haqida ham keling. o'zinglar ko'rdinglar, zo'r. G'alaba yutqizmadik. Qasos. Revansh olindi. Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi mana bu o'yin. Baribir O'zbekistonda o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma nimani bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, onaman. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi? 10-da